Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana shu Prado'mizni katalizatori erigan akalar. Mana Seltis katalizatori ham erigan. Bularning katalizatori ikkalasi ham yechilyapti, ikkalasi ham katalizator yangi qo'yiladi akalar. Olinmasdan aloqaga chiqiladi, podpiskalarga esdan chiqmasdan atmet ko'rib qo'yinglar. Mana shu Captiva'miz ham xuddi mashina bo'g'ilib, raqsul ko'payib kelgan. Buni ham katalizatorni tekshiramiz akalar. Undan tashqari akalar, bizning adresimiz Shuhrat Perkasga o'tgandan keyin Archa ko'chaga burilganda 100 metrdan keyin mana shu 8 etash domni boshlanishidan kirib kelasizlar. Olinmasdan aloqaga chiqiladi. Havo mashinaga katalizator remont qilish bor. Mana shu Palisadimiz ham katalizator erib ketgan akalar. Bularning katalizatori yalishtirilyapti, yangi qo'yiladi xudo xolasa. Cheklar o'chadi, rasxod ko'payishlari yo'qoladi, короче, mashinadagi guruchlarning zaharli hidlari yo'qoladi, tutunlari yo'qoladi, mazza qilib yuradigan bo'ladi akalar. Xullas kalom, podpiskalarga atmetka akalar. Bundan tashqari bitta BMWimiz bor. BMWimiz ham katalizator takto bilan yo'q ekan. Biz buni idishi bilan qo'yib, cho'tka qilib ichiga katalizator yangi qo'yib yig'ib beramiz. Mana shu двойнашка bo'ladi katalizator ko'ryapsizlar. Chiponni yangi yig'ib berildi.